Nazokat 79 bolalar massaj kursini bitirib, oyiga necha pul daromad topsa bo'ladi? Hozirda qo'l ostimda 90 dan ortiq ayol masterlar ishlaydi. Keling so'rab ko'ramiz, oylik daromadi qancha ekan? Men oldin enaga bo'lib ishlaganman. Enaga bo'lib ishlaganimda Nazokat 79 dan master massajga kelgan bolani massaj qilishga. Oylik daromadim kuniga 200 ming bo'lgan bo'lsa, men havas qilganman. Keyin Nazokat yupamga shogird tushganman. Hozirgi kunda oylik daromadim 10 million 12 millionni tashkil qiladi. Men bu kasbni tanlashimdan oldin bolalar bog'chasida ishlardim. O'z sinfimda Nazokat yupam kurslarida o'qib, Sergeli filialiga ishga kirganlar. Ularning oylik daromadlarini ko'rib havas qilib, men ham kurslarda o'qidim. Sergeli filialida ishlayapman. Hozirdagi oylik daromadim 7 million 8 million. Men uy bekasi bo'lganman. Hech qayerda ishlamaganman. Bolamni Nazokat yupamga massajga olib borib, o'zlariga havas qilib, ularning o'qishlariga kirganman, kurslariga kirib shogird tushganman. Hozirda oylik daromadim 9 million.